Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli YouTube kanalımız obunaçilari. Bugun sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklarda, ya'ni 4 xonali ikkinchi qavatda joylashgan kvartirani e'tiborlaringizga havola qilaman. Местоположение to'xtalamiz. Shu katta yo'l, Urganch shahrimizni qoq markazi. O'ng tomonga chiqsak eski vinzavod, chap tomona yana ketadigan bo'lsak строительный kollej, bozor, makaron uchilishi. Shuni orqa tomonida 3 ta joy bor, 3 ta dom bor. Shu domlarning birida ikkinchi qavatda 4 xonali kvartira sotuvga qo'yilyapti. Shuni sizlarga bugun ko'rsatib, yaqindan tanishtirib o'taman. Urganchimizni zo'r ko'chkalaridan biri do'stlar. Olgan adam o'tizmaydi. Ko'chalarini domnaldilar zo'r, zilillar, daraxtlar. Shu podejdan girib boramiz va ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Aziz yurtdoshlar, mana ikkinchi qavatga chiqib keldik. Shu 4 xonali kvartirani birgalikda yaxshilab ko'rib chiqamiz. Demir eshiklar o'rnatilgan. Şuradan girip boramiz ekan. 4 xonali kvartira do'stlar. Berine girish qismi ikkiga bo'lingan. Bu yon tarafında xonalari, o'ng tarafda girganimizdan chap tomondan xonalari mavjud. Birma-bir yaqindan ko'rib chiqamiz. Remontlari o'rta. Remont etish kerak, gapning qisqasi. Eski remontda turibdi joyimiz. Shunda yana kirib keldik. Girganimizda o'ng tomondagi xonalardan ko'rib boshlasak. Yine birinde bir zal. Shundan bir katta zal tushgan. Çukurga 5,5 metrlik zal var do'stlar. Salkam 6 metr desek ham bo'ladi. Panelli domlada zalı sel kattaroq tushgan. Kirpichli domlarga qaraganda shuningdek bir zali bor. Yanımızda bir spalnya. Bir spalnya xonasi. Hurmatli kanalımız obunaçilari, aziz yurtdoshlar, YouTube kuzatuvchilari, bu kvartiramizni shu narsalari barchasi olib ketiladi, pustoy kvartira sotiladi. Kvartiramiz jihozlarsiz sotiladi. Местоположение juda ham zo'r. Olgan odam azmaz qarashtirib, taxlab yashayveradi. Makaron uchilishi, qadimgi eski vinzavodni ko'chasi. Shahrimizni qoq markazi beramiz do'stlar. Qoq markazi. Berinde bir spalnya, детский komnatasi, bolajonlarimizni xonasi. İkinci qavat, zilyon zonaları yine eldilerinde daraxtlar ekilgan. Endi yo'lni bo'yinda. Shunday deb aynalari almashgan, 100% akfadan qo'yilgan. Bu kvartiramizda o'zini alohida isitish sistemasi bor. Nebila sanuzel vannasi. Shunda kvartiramizning o'ng tomonida 3 ta xona tushgan, 2 ta spalnya, 1 zal. Endi bu yon tarafdagi xonalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, shu yerga yana kirib keldik.
Sen girib boradigan so'ng doğruda yana bir katta zal. Arka zal bilan razmerlari bir xil. Oynamiz veranda qismina qarab tushgan. Uchu qirqa sakam 6 metrlik zal. Yine birinde hojatxonasi. Pastlardan konfiguratsiya bir de su isitish sistemasi birine o'rnatilgan ekan. Yine birinde avval kuxnyasi bo'lgan, kuxnyasini veranda qismina ko'chirganlar. Shuni hisobini bu yerda yine zavtrak, obed, ужин qiladigan joy paydo bo'lgan. 4 xonali kvartira, undan tashqari bu yerda yine o'zini o'tirish xonasi bor. Yine bir yerine to'xtaladigan bo'lsak, bu yer yine 2 ga 6 dan 2 6 verandasi 2 metr, uzunasini 6 metr. Tepasi bo'latilgan. Oynalar yine almashgan. Bu dvor kısmına ko'rsatib o'tsam. Hem bir zelen daraxt. Bu teritoriyada sudan, svetdan, gazdan umuman muammo yo'q. Yine birimizde yine bu konturni kotel o'rnatilgan. Suvni xolasanızlar qizdirib beradi, xolasanızlar uyni ham qizdirib beradi. Xullas, stabilizatorlar bilan hammasi joyli joyida o'rnatilgan. Suv, svet, gazdan bir yerda muammo yo'q. Shunda mana bu yeri 2-6lik verandasi bo'ladigan bo'lsa, bu ham to'rini shuning kladovka etib qo'yibdilar. Kladovka medachiga narsalaringizni, banka, un, narsalaringizni shöyle bemalol sig'dirib qo'ysanizlar bo'ladi. Bunday xonachasi ham bor. Xullas, yine shuningdek shahrimizning qoq markazida joylashgan 4 xonali kvartiramiz. Yine şu 2 ta zal, 2 ta spanyasına ega. Kim şu kvartiramizni alış niyatida bo'lsa, bemalol video rolikimizning pastida telefon raqamlarimiz katta qilib yozib qoldiriladi. Video roliklarimiz albatta emining chotki like'larni bosamiz. Bizlarni qo'llab-quvvatlab turamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan yurtdoshlarimizga tavsiyamiz, kanalımıza albatta abone bo'lib qo'yinglar, chunki Xorazm bo'ylab ko'chmas mulklarni sizlarga ko'rsatib, yoritib borishni davom etamiz. Sizlar bilan Kamol Atayev, sog' bo'ling, omon bo'linglar.